bana endi azizlarim, Miran polvonni akasi endi qulog'idan ishlasin. Ikkinchi o'yinlaridan o'rtalayotib rivarga misol aylantirib boradi. O'zining quloqlari, o'zining veslariga qanday bardoshlik beradi, yaxshi ko'z, yaxshi nazarda qaragan holatda ko'ramiz, tomosha qilamiz. Murod yetamiz, qani hedi barakalloh. Vertikal holatda bir qo'llarida, yerdamas qo'llarida 4 bahorda qarshi olayotgan Miran polvon bir akasini qo'llarida turib bersin. Ko'ramiz, tomosha qilamiz, Murodga yetamiz. Qani ketdik. O, barakalloh. Qani qarshi. Yashay polvonim. Bo'ladi, ustoz, bo'ladi. Ana endi azizlarim, Miran polvon yosh bo'lishiga qaramasdan o'zi qiziqib o'rganayotgan hunarlaridan, akalaridan, bobolaridan o'rganganicha polvonlik, pahlavonlik o'yinlari bor. Polvonlik, pahlavonlik o'yinlarida 3 dona tosh bilan 4 bahorda qarshi olayotgan Miran polvon aziz xalqimizga bir 4 dona tomoshasini o'ynaydi. Miran polvon birinchi badanni qizitish o'yinlarida toshlar bilan to'qnashuv, ya'ni bitta ko'tarasiz. Kelishdingmi polvon degan nomingdan aylanaydi. Ketdik, Alloh sizdan chiqarmasdan bitta ko'tarasiz. Ana qaytarmang, ketdik polvonim. Ey Xudoyim, qudratingning shevasi, farzand ekan odamzodning mevasi, gar 2 dona farzandingiz bo'lmasa, na kerakdir mol dunyo hammasi deydi. Miran polvon, ana endi toshlar bilan yengil tanishgan bo'lsangiz, ikkala toshni barobar ko'tarasiz. Og'irligini keyin aytib o'tamiz, ikkala toshni ko'targandan keyin. Aytishga oson, bajarishga murakkab. O'zi ko'tarilasizmi? Nima bo'lsa? Qarsak bo'lsa deydi yosh polvon, qani ketdik. Ye, barakalloh qana. Ye, hay. Bo'ladi. Ya polvon degan nomingdan aylanasiz. Xo'p, ana endi toshlarning og'irligi, katta toshning og'irligi 5 kilodan 10 kilo. Yosh kattalarga bemalol ustoz ko'rsating. Kichkina toshning og'irligi 2 kilogina. Endigina 2 kilolik toshni polvon bir qo'lida emas, shunaqay barmog'ida bir ko'tarib bir tomosha ko'rsatadi. Shunaqay barmoqlarida ko'tarilsa polvonimizga qarsak bo'ladi. Otdir yigitning yo'ldoshi, o'g'ildir farzandning boshi. Qiz bo'lsa ham ko'ngil xushi farzand kerakdir yigitga deydi polvon. Ana endi Alloh sizdan chiqarmasdan shunaqaylarda bir tomosha. Qani ketdik, ko'ramiz. Tomosha sizlar uchun bo'lyapti. Sizlardan bir mehr muhabbatli qarsagan bo'lib tursin. Ana, ya barakalloh, shunaqayda. O, barakalloh. Yashang polvon. Ana endi bu rahmat. Bo'ladigan joyidan uchala toshning og'irligi 12 kilolik toshni polvon 2 qo'lida ham emas, 1 qo'lida ham emas. Endigina non chaynayib ishlayotgan tishlarida yerdan ko'targanda ham qo'lda yordamisiz ko'tarilsa, polvonni yaxshi ko'z, yaxshi nazarda qaragan holatda haqiqiy chiroyli qarshi ichiramiz. Ko'tarilsa qani ketdik polvon. Ana endi polvonning o'yinlari ko'p, o'ynaversak o'yinlari ko'p. Emroq polvon kelasiz yonida. Meranshoh 2 minut davom turadi. Bir ro'mol shishasini qilar ustida. Akasi Miran polvonni akasi Emroq